Assalomu alaykum, briefing ishtirokchilari. 2025-yilning 1-oyligida shahrimiz sanoat sohasiga ixtisoslashgan bo'lib, bugungi kunda mebel sozlik yo'nalishlari hamda qurilish materiallari ishlab chiqarish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda shahrimizda sanoat ko'rsatkichi 2025-yilning 1-oyligida 317 milliard so'm belgilangan bo'lib, 118.4% ga bajarilgan. Sanoat ko'rsatkichi o'tgan yilga nisbatan 7.9% ga o'sganligini ma'lum qilaman. Bu ko'rsatkichlarda kichik biznes ulushi 72.6 milliard so'm tashkil etib, 138.4% ga yetkazilgan. O'tgan yilga nisbatan 15.6% ga o'sgan. Aholi jon boshiga esa 7.941 million so'mni tashkil etadi. O'tgan yilning mos davriga nisbatan 3.802 ming so'mga o'sgan. Qishloq xo'jaligi yo'nalishida aytadigan bo'lsak, 11 milliard so'm hajm ko'rsatgan bo'lib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 119.6% ga bajarilgan. Qishloq xo'jaligi ko'rsatkichlari o'tgan yilga nisbatan 5.2% ga o'sgan. Viloyatdagi ulushi 0.6% ni tashkil etib, 0.1% ga o'sgan. Bu ko'rsatkichlarda 99.6% kichik biznes ulushi bo'lib, 113.5% ga tashkil etadi. Qurilish sohasida joriy yilning 1-oyligiga nisbatan 44.6 milliard so'm hajm ko'rsatib, o'tgan yilning tegishli davriga nisbatan 119.10% ga bajarilgan. Viloyatdagi ulushi 0.6% ni tashkil etadi. O'tgan yilning mos davriga nisbatan 4.5% ga o'sgan. Xizmatlar sohasi bo'yicha 2025-yilning 1-oyligida 142 milliard so'm hajm ko'rsatib, o'tgan yilning tegishli davriga nisbatan 115.3% ga bajarilgan. Aholi jon boshiga nisbatan 1.549 ming so'mga o'sgan. Chakana savdo aylanmasi mablag'lari hisobida 125.13 milliard so'mga hajm ko'rsatilib, o'tgan yilning tegishli davriga nisbatan 109.2% ga bajarilgan. Savdo ko'rsatkichi o'tgan yilga nisbatan 2.8% ga o'sgan. Viloyatdagi ulushi 8.7 bo'lib, o'tgan yilga nisbatan 0.1% ga o'sgan. Yangi shaharda bugungi kunda aholini bandligini ta'minlash bo'yicha 2757 ta aholini bandligini ta'minlash bo'yicha belgilangan. Shundan 2757 ta fuqaroni bandligi ta'minlanib, jumladan yo'nalishlar kesimida investitsiya yo'nalishida 464 nafar, bank yo'nalishida 1965 nafar, qurilish sohasida 328 nafar aholi bandligi ta'minlangan. Bundan tashqari Prezidentimizning kambag'allikdan va farovonlik sari dasturi doirasida 498 ta oilaning 178 ta oilaning daromadlarini oshirish orqali kambag'allikdan chiqarishga erishildi 1-oyligida. E'tiborlaringiz uchun rahmat.